Assalomu alaykum barcha do'st birodarlarga, tanishlarimizga. Mana uchastka sotilyapti. Toshkent viloyati Yangiyo'l rayonida Qirariq mahallasida. 204 sotk. Mana hozir ko'rsatib chiqamiz. Mana bu obzor. Mana ko'rasiz. Mana bunaqasiga. Yo'qdan orasida. Mana ichkariga kiramiz. 4 xonali uy, hammasi tayyor. Kirib, bemalol mana hamma sharoiti bor. Birinchi xona. Mana zal. Mana remontlar hammasi bitgan. Chiqarib muammo yo'q. Так, davqamiz endi. Suv muammo yo'q, gaz bor, hech qanaqa muammo yo'q. Sharoitlar zo'r. Mana bitta xona. Spalni. Tak, endi bu kiramiz. Bu ikkinchi xonada. Mana uchinchi xonani. Uchinchi xona. Hammasi remont. Tayyor. Mana bu narsamiz yo'q, kattalarimiz okey. To'rtinchi xona. To'rtinchi xona mana bu yerda. Mana to'rtinchi xona. Отопление hammasi bor, tayyor. Hech qanaqa bu yerda problema muammo yo'q. Так, bu yerda mana ko'chani ham olamiz. Okey. Bu yerda как sklad, малый sklad. Mana nima qo'yilsa, mana bu yerda. Mana bu joy ham olamiz. Так, mana